Bu bizning qishlog'imiz. Men uni juda ham yaxshi ko'raman. Bizning qishlog'imizda mo'jizalar, sarguzashtlar oddiy narsalardek tuyuladi. Lekin bu safar shunday voqea ro'y berdiki, uni sizlarga albatta aytib berishim kerak. Demak, barini boshidan boshlaymiz. G'aroyib kunlarning birida bizning qishlog'imizga robot yasovchi Olimtoy aka keldi. Xuddi oldingi safaridagidek o'zini yangi ixtirosini olib keldi. Men u paytda kichkina edim. Odamlar aytib berishgan. U kelgandan keyin qishlog'imiz hayotida sarguzashtlar ko'payib ketdi. Olti ko'zi. Yo'q. Elmurod. Ehtiyot bo'l ortlaring. Agar bitta tarvuz tushirib olsalaring, naq oyligingni olib qolaman. Xotirom, xo'jayin. Ehtiyot bo'lib ishlayapmiz. Bozortoy ko'rmaydi? Bozorvoy, tepada. Orqangizga qarang. Bozortoy. Qormang endi. Ja osmonga chiqyapsiz-ku. Salomat bo'ling. Qani bu yoqqa mehmon. Rahmat. Salom berdik, Bozortoy. Ajal o'mbillab qopsiz-ku, ha? Qani bir bag'rimga bo'lsa-chi. Salom berdik boyota. Alik olmoqlik sizdan. Agar xizmat so'rasak, ayamaysiz siz bizdan. Shoir. Osmondan tushdimi, yerdan chiqdimi? Qara-ya. Qani kelinglar, qani. Haligi anaqa so'ra bizdan yordam, xullas, haligi o'shaday yopishmadi. Qani amin. Tinchlikdan sog'lik xotirjamlik bo'lsin. Allohu akbar. Xo'sh, xizmat, tarvuz kerakmi, qovunmi, nechta tonna? Endi Bozortoy bizga hech narsani keragi yo'q. Bu qishloq judayam o'zgarib ketibdi-da. Shu qishloqni bir ziyorat qilib ketaylik deb keldik. Aboxonada bir qo'lingizni olib ketaylik endi. Qani tarvuzga marhamat qilinglar. Rahmat. O'zi kelgan mehmon atoyi xudo deydi. Mehmon atoyi xudo deydilar. Mezbon bilan tarvuz yeydilar. Yashoda. Ye olingizmi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Po'shog'i bilan yeyapti tarvuzni. Ye. Tarvuzni ichini yeyish kerak. Po'chog'ini yeyilmaydi. Odamni sharmanda qilding-ku. Uylanadigan bola bo'lib qopti-yu. Tarvuz ko'rmaganmi? Tarvuzni po'chog'i bilan yesa, bu haligi karomat tomiri bilan yerganda, ha? Bozortoy, bu yeyish uchun emas, ishlash uchun yaratilgan. O'zim ham endi ko'rishim tarvuz yeganni. Sizlar ota bola meni kalaka qilyapsizlarmi? Ya tiravertana. Bozor. Bozor, tanimadingmi? Men Olimtoy bo'laman. Men bozorboyman. Bozorman men. Bozorligingchi qopsan uka. Men seni tanib, Qo'chqorning uyini so'rashga chiquvdim oldinga. Sufay senga. Kim kelsa Qo'chqorni so'raydi. Bari tarvuz so'ra, qovun so'ra. Yergildim o'sha Qo'chqoringdan. Sen nima qo'rqibsan? Turolingdan. Yergildim. Menimcha hozir chapga burilish kerak. Biz bilmagan joylarda sarsonmiz, sargardonmiz. Bizdan xafa bo'lmanglar. Biz shunaqa insonmiz. Yana she'r o'qish boshladingmi? Qulog'imni yana yeb tashladingmi? Qayerdan ham o'rnatdim senga shu suhbatni. Mana bizimcha.
Mana uzumzor. Hozir. Qo'chqor aka! O, Qo'chqor aka! Keling mehmon. Keling. Ye, Olimtoy. Siz busiz? yanga o'zingizmisiz? Ko'zlarimga ishonmayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oho. Keling. Voy, bu men bilgan Qo'chqor traktorchining hovlisi Ha, shumi? xuddi o'zi. Faqat sal o'zgartirdik-da, Olimtoy. Sal o'zgartiribsizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom ona qizim. Qizim Madina. Chiroyli qiz Madina, liboslari ham gulli. Uni bir ko'rishdayoq sevib qoldim shekilli. Bu qizimiz katta qiz bo'lib qolibdi-yu. Men kelganimda kichkina bola edi. Vaqt o'tib ketdi-da, qancha. Ko'z tegmasin. Madinaxon, choy qo'yib yubor, bolam. Xo'p bo'ladi, oyijon. Ana, egaram joyda ekan. Mana endi tanidim. Bu Qo'chqor akam ko'rinmayaptilar. U kishi ishchilarga oylik tarqatgani ketganlar. Hozir keladilar. Men qo'ng'iroq qilaman, boqaman. Ichkariga kiringlar. Yaxshi keldingizmi, xo'jayin? Hamma yig'ildimi? Hamma Oilasi birpasda hamma yig'lasanlar. Nima deyapsiz, xo'jayin? Qop ishtisi Samarqanddan top. Mana men ham hozir Samarqanddan kelyapman. Yaxshi kelyapsizmi, xo'jayin? Kelyaptilar. Marhamat, Qo'chqor aka. Hoppa. Yana ishdingmi? Yo'q, ishganim yo'q. Alaykum. 3 kundan beri ishganim yo'q, Qo'chqor aka. Qoyil mana. Assalomu alaykum. Xo'jayin yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi kelibsiz, xo'jayin. Oshni kutayotganda hamma qator turasanlar. Qoyil. Qana. Kunlar hammasini olib kelganmikinlar? Balkim biladi. Hashim. Ichib qo'ymagan bo'lsa olib kelgandir. Ke ol oyligingni. Yaxshimisiz? Yaxshimi? Uchilaring yaxshimi? Rahmat, xo'jayin. Xo'sh, mana ol oyligingni. Rahmat. Xo'p, yo'qki. Tinchlikmi? Qo'l qo'yma bu yoqqa. Nima bu senga? Oylik-ku axir. Rahmat, xo'jayin. Toshpo'latga. Sog'laring yaxshimi, omonmisan? To'cha yaxshimi, to'cha? To'cha Ha, zo'r yaxshi, aka, rahmat. maladesma. Vaqtida remont qilganda yo'qmi uka? Senga ishonaman, Rahmat, malades. xo'jayin. Qani silladi kishi. Og'zingni tasha qattiq yuribsan. Xo'sh, oting nima edi? Yo'ldoshim. Sen kimsan? Yo'ldoshning o'g'illari bo'laman. Otang qani otang? Dadam choyxona dedilar. Bari, otangni o'zi kelsin. Xo'p, Hamma. xo'p. Bu nima senga maynavolchilikmi? Oylik-ku. Choyxona demish. Olib qo'yma meni. Davlat. Labay. Kecha buyurgan ishlaringizni hammasini vaqtida bajarib qo'ydim. Bajarmay. Ket. Tavba. Sen yana ityapsan shekilli, ha? Sen o'zi kimni qo'lida ishlashini bilasanmi? bilaman. Men o'zi kimligimni bilasanmi o'zi? xo'jayin, bilaman. Deb tur, hozir keling, telefon qilyapti. Alo? Qayerga qo'l qo'yamiz? Yer rostmi? Voy, Olimtoy-a. Olimtoy. Olimtoy ketdi, Olimtoy. Ko'proqon, hozir yetib boraman. Oylik-poyliklarni tarqataman deb tez yetib boraman. Oshish harakatini qilaveringlar. Xo'pmi? Ne qaralaring, oyliklarni olib turinglar. Sen o'zing kontrol qilib turmoqmi davlat bu yoqqa. Ne qara? Men hozir tez uyga yetib bormasam bo'lmaydi. Keling, telefon. Taro mashina olmasam bo'lmaydi, o'xshaydi. Yop. Deyman, ha? Ey, Qo'chqor aka. Olimtoy uka.
aka. Oylik berib turgan joyimda-chi. Assalomu alaykum. Olimtoy keldi desa, hamma ishim tashlab keldim. Qoyilmisan? Qoyilman. Assalomu alaykum. Omonmisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Yaxshimisanmi? O'z bardamisiz. Sog'intirib yubording-ku odamni. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Xudoga shukur. Xudoga shukur. Nima, mani senga birov kasal deganmidi? Salomatmisiz uka? Bu ukamizni tanimay qoldim, ha? Bu bizni yangi texnologiya. Qanaqa logiya? Yangi kashfiyotim. Ha. Yangi texnologiya. Tuzu. Bu ko'zlari shishami? Yo'q aka, bu robot aka, robot. Tuzu. Qani o'tinglar-chi, o'tinglar. Qani o't olimday. Qani. Bismillahirrohmanirrohim. Qani Ilohim. Qanaqa? Uka, Qo'yavering, u turaveradi. endi odamni tepasida odam g'o'ddayib tursa bo'lmaydi-da endi. Qani uka, yo o'tira olmaydinglarmi? Yo, o'tir desangiz o'tiradi, tur desangiz turadi. Aytib bo'lmasa o'tirsinlar. Qani o'tir. O'tiring uka. Qani Qani Ilohim. tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik bo'lsin, hammamiz o'tirgan joyimizda xato qilmasin. Allohu akbar. Xushkep. Qo'shqar aka, hamma yoqni o'zgartirib yuboribsiz-ku, ha? Shunaqa. Ja, chiroyli bo'pti-da. Endi qo'ldan kelgancha. Qalaysiz? Bu ismlari nima? Ismlari jiyanni. Qo'shqar aka, endi ism qo'yishga o'zingiz ustasiz. Bu safar ham o'zingiz qo'yib berasiz. Bo'ldi, gap yo'q. Yo, qo'shqor akam ayollarga ism qo'yishga ustalar. Shunaqa. Turay, ishingni qilib betdan. Bitta luqma tashlab, Tavba. bola xotinga qara. Tavba. Nashaqa. O'zi sen ketganingdan beri har kuni alomatxonni gapiraverib, har kuni bir to'paloq qiladi. Har kuni shu. Qo'lida tinchotsa ish qilib. Qo'shqar aka. Bu qumir kenayim, xo'p ham o'zgarib ketibdilar-da. Ja ochilib ketibdilar-yu, ha? Endi o'zgarmaydimi qizilsan? Hayot o'zgardi, men o'zgardim. Qumir apay o'zgarmaydimi? Ha, uka ba. Qumir apay hech bola ish qilmagandek o'zgaradi. Bu mol hollarga kim qaraydi? Qanaqa mol? Mol sigirlarga kim qaraydi deyapman. Sigirlar yo'q hozir. Hammasini yo'q qo'yganman. Shunaqa qildingizmi? Boshim og'ridi. Hozir meni bir kilo topgan pulimga 2 ta mol beradi uka. Xushkepsizlar. Qo'y. Mayli. Mashinalar muborak bo'lsin. Olimtoy. Rahmat. Qol. Begozat bilaga mehmonga. Marhamat. Sa. Hech narsa qilmaydi. Robot-ku. Yo'q, kuyib qolmaydimi? Yo'q. Soqchi olib ketsinmi jiyanga? Yo'q. Soqchi olib ket. O, arayma. Soqchi olib ket dedim jiyanga. Soqchi olib ket. Tur. O'tirasan betarigi kuydirgan kallaga o'xshab. Qara. Maqobulli oshini sog'indingmi uka? Voy, juda ham sog'indim. Ha? Ajoyib osh qiladilar-da. Ketdi o'sha oshni yeb kelamiz, ha? Ketdik. Bu kelayni osh pishguncha, amin. Uydi dasturxonda o'rgili chog'adada qo'ymasa ketdi. Xo'sh, Olimtoy uka, bu yasagan roboting nimaga qodir endi? Qo'limdan kelmaydigan ish yo'q, amaki. Suvda cho'kmayman, o'tda yonmayman. Suvda baliq bo'lib suzaman. Osmonda qush bo'lib uchaman. Yugursam, mashinangizdan ham o'tib ketaman. Shu joyga kelganda sal oshirordi Olimtoy. Osmonda qush bo'lib uchishi mumkin, lekin bu mashinadan o'ta olmaysan uka. Bu senga traktor emas, bu Jeep Chevrolet. Qo'shqar aka, bir poykalashib ko'rmaysizlarmi? Nima? Senlar meni ustimda qotyapsanlarmi o'zi? Nima deyapsanlar senlar o'zi bu mashinani? Poyga? Nima deb o'ylaymiz? Xohlagan narsangizdan. Qara shu. Dagaveringsa. Agar men yutsam, mana shu texnologiyani menga aforbit qilib berasan. Bo'ldi. Agar Olimtoy
Yutqizsam. Qizingizga uylanaman. Nima dedi bu toypa? Boboy, mashinangizni to'xtatib yuboring. Nechего себе? Boboy dedimi mani? Mana qatsin. Obolim toyi. Mana bu loqmoqchi bo'ldilar-da, uka. Toyga hali tugagani yo'q-ku, aka. I'ma break it off, look out. Zato rezultat aniq, uka. Mana eshit, olim toy uka. Yuraging bo'lmasin yana takab uka. Boyga o'ynayman deydi bu tushibdinglar. Traktormi bu senga? Bu Jeep, Chevrolet. General Motors. Made in Uzbekistan. Robot bola. Qaqa ketdi. Qop ketdi. Rostdan yaxshi haydar ekansiz, Qo'chqor aka. Bekorga darov o'yladim uka. Shuncha mehnatingni haligi neydi? Texnologiya. O'sha logiya. 5 minut qilib o'tiribsan. General Motors. General. Made in Uzbekistan. Qabli barga aqqa ketdi, tutdi barga baqqa ketdi, robot bola. Qaqa ketdi. Voy, qizil o'pka buning. Yeah, I'ma break you off, look out. Cause I'm setting it off. I get ho. I say ho. I'm good to go. I say ow. I say ow. General Motors. Made in Uzbekistan. Qabli barga aqqa ketdi, tutdi barga baqqa ketdi, robot bola. Qaqa ketdi. Qani, bunaqa. Ey, gazni bos. Jonim olib traktoringni o'zi. Qara qo'ldansan. Ko'rmay qoldim-da. Voy. Nima bo'ldi Bozorboy aka? Ana, omadli odamlar-da. Mashina kelyapti. Hey, yordam beringlar. Hamrohlar, Nima qilinglar, ha? Qadariga topinglar. bormizlar, kelinglar. Qarash boringlar. Boringlar, shu. Yetar borsanglar bo'ldi. Voy, yaxshi ham kelib qoldinglar. Qani, xayriyat olamiz. Sizlar ham qolinglar. Nima qilinglar, ha? Qani, olamiz. Hammamiz birgalikda. Ha, kelinglar. Ko'pchilikdan buyoq qochib. Qani, oldik. Ha, yaxshi. Qani. Hozir. Yashaylar. Hozir chiqamiz. Qani, olinglar. Qani, ketyapsizlar. O'zingizlar. Ish oxirigacha chiqaysizmi? Qarzdor bo'lib qolmayman. Ey. Va mana bu sigir yo'lga qaramay chiqib kelaversa, men aytdim. Qo'shga to'raysanmi bu xaroba bolda? Boring-ye. Bola-bovacha. Meni sigirim harommi dema. Bu sigir enangdan katta. Tushundingmi? 25 bola chiqqan. Qahramon ona bu. Tushundingmi? Zato otasi har xil bu sigiringizni bolalarini. Nima? Birov sigirni hech zamonda birovni ho'kiziga nikohlab bergani ko'rganmisan, a? Yoki seni sigiringni birovlarim, a? Ichin ho'kizdanmi? Ne qarang ota? Ha. Asabimizmang. Hozir sizni ham, mana sigiringizni ham ana unaqa kelmasa zavodga topshirib yuboraman. Qarang-a. O'zing topshirib yuborman, tushundingmi? Bu o'rgilda senda qamoq o'shalar. Battar bo'layapti. Ne oldim? Qora bolingizdan. Hech qilgan. Nega tepas? Demaman. Abi Gulzoy botib qopti-yu.
bozorvoyning ukimi deyman, ha? Qo'chqor aka. Assalomu alaykum. Ha, yaxshimisan bozor, qalaysan? Rahmat. Bitta kesdingiz chaqirmasangiz bo'lmaydi. Botib qoldik. Tavba qildim. Sen meni keslarimni bekorchi deb o'ylaysanmi? Hammasi ish bilan band. Voy bu. Vaqti yo'q ularni. Yarim soatga bitta kes chaqirsangiz kambag'al bo'lib qolasizmi? Mana biznesmeni gapirayotgan gapini qara. Meni qara. Sen ham shu to'ldirib tarvuz ortmasang, ochingdan o'lib qolasan-da, ha? Shunaqa. Endi meni bilasiz-ku, men opitim sotaman, chakana savdo qilmayman. Bunaqa emas-da endi. Meni qara uka. Ha. Senga bitta maslahat. Hozir bundoq qilasan. Xo'p. Hozir mana bu tarvuzlarni hammasini tushirasan, xo'pmi? Ha. Keyin mashinani olib chiqasan-da, yana tarvuzlarni ortasan. Tushuntira oldimmi uka? Ey, Qo'chqor aka, shu paytda hazillar anaqasimi, Jon aka? Hazillashayotgan yo'q-ku. O'sha kesliz chaqirib ola qoling. Jon akajon, iltimos. No problem. Sani sazang o'lgandan ko'ra ho'kizni shoxi singani yaxshi uka. Bir chirransak chiqara olsa kerak. Ne qara? Ha? Senmi sana olibdi? Jim o'tirgin, tushundingmi? O'rgildim. Senga nima bu? Eshak aravami? 5 ta odam bitarib chiqarib oladigan. 20 ta odam joyidan qo'zg'ata olmadingmi? Asabimga tuzma. O'zingga javob bermayman. Bildingmi? Hozir bunday qilasan. Yurg'iz. Ozod ko'cha, ozod ko'cha. Ozod ko'cha. Voy be. Ko'rdingmi? Buni qarang. Qo'y yetaylagandek yetaylab kelyapti. Bo'pti, kerak emas, kez. Amalladik. Bozortoy, hali sen aytgan shaharli olibtalardan biri. Yaxshi, shunaqa bo'lar ekan. Qani ketim Qo'chqor aka. Mayli. Bozoringni bersin, bozorvoy. Rahmat, rahmat. Yaxshi boringlar. Olimtoy, nima qilyapti bu? Sovyapti. Sovyapti? Ha? Ekin, haligi odamni qo'rqitmasdan sal nariga borib sovsin. Men qarab yoqqa o't. Odamlarning nariga. Olimtoy, buncha g'alati bo'lyapti-yu. Qandoq bo'ldi bu yog'i? Sal xijolat pastlik bo'lyapti. Xijolat bo'lmang Qo'chqor aka. Xijolat bo'lmang. Endi siz yutqizdingiz deb sizni mazhaq qilayotganimiz yo'q. Bu samolyotdan tez uchadi. Ben unga xijolat bo'layotganim yo'q, Olimtoy. Men buning qizingizga uylanaman deyapti, Olimtoy. Shunaqa dedimi? Uylanaversin. Jinni pilimi sasan o'zi. Sana ishlaydimi o'zi? Endi men qizimni shu temir tersaga berishim qoluvdi. Taqab qo'rqalab. Men endi shu qizimni mana shu metallologga beraman endi. O'rgildim sendan. Siz ham taqir tuqurga uylangansiz-ku? Sen gap aylantirma, bizimni gap aylantirma. Mayli, mayli. Yo'q qilasan meni. Kattalarning gapini eshitgan robot boshqacha yo'l tutish kerakligini tushunib yetdi.
Madina opani o'ziga rom qilish maqsadida ifodali she'rlar o'qib, uni o'ramoqchi bo'ldi. Nimalarni xayol qilyapsiz? Bu olamda bir qizga oshiq bo'lgan kamina kim so'rasa aytaman, uni ismi Madina. Men bilan aylanib kelmaysizmi? Qayerga boramiz? Bugun dugonamni tug'ilgan kuni edi. Agar xohlasangiz, sizni ham dugonalarim bilan tanishtirmoqchiman. Qandoq bo'larkin? Yaxshi bo'ladi. Voy, Rasulov, hali ham o'tiribsizmi? Muolajalaringiz vaqti bo'ldi-yu. Rasulov. Shundan keyin muhabbatiga erisha olmagan Bu yigit men, o'sha shunday Bekzod. deb niyat qildi. Lekin gap men to'g'rimda emas, do'stim Qo'y Tom bolasi. haqida. Qo'y Bu bo'lsin. qishlog'imizdagi eng go'zal Ot qiz bolasi, Madinani sevadi. qo'y bo'lsin. Uni deb hatto Angliyadan Menga keldi-ya. tegmagan qizni o'g'ilchasi boy bo'lsin. Rasulov, qanaqa odamsiz o'zi? Qulog'ingizga gap kiradimi, yo'qmi? Voy, necha marta aytish kerak-a bu bolaga o'zi? Lolaxon, kasal emasman-u. Bu nima deganingiz? Meni qaddimni emas, qalbimni davolash kerak. Tavba qildim. Qishloqdagilar o'zi bekorga bunaqa gap tarqatib yurmagan ekan-da. Qanaqa gaplar? Ha, qiziq. Shunday Angliyadek katta bir davlatda qolish imkoniyati bo'la turib, shu qishloqqa kelib oldingizmi? Tavba. Agar menda shunaqa imkoniyat bo'lganda bormi, mazza qilib o'qigan bo'lardim, mazza qilib yashagan bo'lardim. Lolaxon, Angliyada hamma narsa bor. Ha, Hammasi muhayyo. hammasi muhayyo. Lekin bularning hammasini-chi? Eshiting. Bulbulni sayrashni eshityapsizmi? Har kungi sayrashda. Xullas, shu bulbullarning sayrashiga, kunbotarda otalarning changiga qishlog'imni hidiga almasha olmadim. Yuragimni bir chetida shu qishlog'im qolib ketgan. Madinani bir kun ko'rmasam, yuraklarim ezilib ketadi. Bo'ldi, qiling. Muolajalaringiz vaqti bo'ldi. Men vrachdan gap eshitishni xohlamayman. Bo'ling, turing. Hey Lolaxon. Tom. Tom. Ha, chillashir? Yotibsanmi? Nima edi? Sani qizingni ilib ketishdi. Kim? Kim ilib ketadi qizimni? Ani Robert boru. Qaysi? O'sha yulduzni tug'ilgan kunida ashula she'rlar aytib boshini aylantiryapti. Rostdanmi? Voy, to'xta. Nima deysan yana? Dollardan cho'zmaysanmi? Bor toshini teri. Sekkini.
gaplashamiz. Ana u. Ey olifta, biratan keldilar. Voy, tinchlikmi qizlar? Nima bo'ldi ekan? Uri, solid. Solid, ko'ziga qo'ying. Uri, davay. Qochib qolaga. Uri. Solid. Nima bo'lyapti o'zi? Jinnimi bu? Voy bechara. Mana shu bilan uring. Voy o'lmasam. Men surdim. Hali yana ko'rishamiz. Keyin gaplashamiz. Oltin bo'lib ketsinlar. Assalomu alaykum. Qani boshlangchi. Hurmatli mehmonlar, men birinchi ixtiroimni mana shu qishloqda sinovdan o'tkazganman. Bugun esa sizlarni yangi ixtiroim bilan tanishtirmoqchiman. Umarjon. Ismlarini yaqinda Qo'chqor akam qo'ydilar. Bu universal mashina. Mana ko'rib turibsizlar tepalikni. Shu tepalikni tekislash uchun qancha vaqt, qancha texnika kerak bo'ladi? Nima deb o'ylaysizlar? Ikrom, qani hisobini chiqarchi. Bu tepalikni tekislash o'zi bo'lmaydi, oz joy emas. 3-4 ta texnika 5-6 kun kerak bo'ladi. Ha, shunday. Shunga yarasha yoqilg'i ham. Ana ko'rdinglarmi? Mana u meni mashinam. Bir sotkada shu tepalikni tekislab chiqadi. Shu bola-ya, shu belkurak bilanmi? Ha? Menimcha hazillashyapsiz. Ey, menga qarang, mani shuncha vaqti bor deb o'ylaysizmi? Hokim buva, siz avval buni natijasini ko'ring. Natijasini ertaga ko'ramiz. Menga qara. Labbay. Bu masxarabozlarni hisob-kitobini yaxshilab kontrol qilaring. Xo'p bo'ladi. Juda so'z. Xo'p, mayli. Unda boshlaylik. Lekin robot deganlari bu ishni bir pasda qoyil qildi. Erkaklar va chiroyli ayol kelib, og'izlarini ochgancha hayron qoldilar. Mana marhamat. Bemalol ko'ringlar. O'zingizlar bilasizlar, qishloq joylarda qanchadan qancha bo'sh yerlarimiz ishlatilgan. Hammayoq tepdik suv. U joylarga suv chiqarishni iloji yo'q. Men yaratgan mashinam shunaqangi joylarni o'zlashtirishga qodir. Maqsadim qishloq taraqqiyotiga o'z hissamni qo'shish. Xalqimiz qanchalik boy bo'lsa, turmushimiz shunchalik farovon bo'ladi. Nima? Bittagina mashinangiz turmushimizni farovonligiga hissa qo'sha oladi. Albatta. Lekin uni foyda keltirishini isbotlab bersam, Xudo xolasa, bunaqangi mashinalarni minglab ishlashimiz mumkin. Rahmat.
yana xayol suryapsizmi? Bebaxt ko'zim nurlarga to'lib, yorug' olam ko'ra olmasam, qalbim nuri yonimda bo'lib, undan bir so'z so'ray olmasam. Umar aka, siz bilan uchrashishdan oldin ko'p gaplarni aytmoqchi bo'laman. Lekin fikrlarim chuqurlashgan sari vahimaga tushib ketaman. Nega? Nimadan qo'rqasiz? Axir siz biz odamlarga o'xshab fikrlasangiz ham, harakat qilsangiz ham baribir siz robotsiz. Insonlar o'z taqdirlarini robotlar bilan bog'lay olishmaydi. Men insonlar singari doim xayol suraman. O'rtanaman. Yulduzlar bilan, oy bilan sirlashaman. Nega? Qaydan? Hammasiga chidasam ham bunisiga chida olmadim. Bor gapni Qo'chqor akaga aytib berdim. Siz meni chaqma-chaqar deb o'ylamang. Axir men bu ishni Tomni deb qildim. Nega yo'lda turib olding? Ko'rmayapsanmi, jip kelyapti. Qo'chqor aka, nima? Madinani robotga bermoqchimisiz? Nima deganing bu? Ana, butun mahalla shu haqida gapiryapti. Men ham o'zim bugun ko'rdim. Bog'da qo'l ushlashib yurishganini. Yo'q, Ha, aka. Uni Tom yaxshi ko'radi. Bilasiz-ku, u yaxshi bolaligini. Bilaman. Sal seriozliroq turing bu masalaga. Seriozli turish kerak bu masalaga. Kim bor? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Onangni chaqir bu yoqqa. O'zing ham kel bu yoqqa. Indamagan sari sallachi haligi. Qani onang? Ha, dadasi tinchlikmi? Shu yerdamading? Bu yoqqa kel dedim. Naminda turlaring. Tavba, nima bo'ldi? Xo'sh. Bu qanaqasi? Ya, bunaqa bo'lmaydi. Bu qatta. Ne? Senga bir gapiraman. Sen tingla. Va ming o'yla. Va bir so'zla. Ammo qanaqasi bu? Qanaqasi bu? Bu haligi bu. Ya, bunaqasi ketmaydi, hamma. To'g'rimi? Nima to'g'ri? Yam. Tavba. Qanaqasi bu? Sen bu haligi ya. Aga. Hamma. O'zlashtirmalaring. Senga aytyapman. To'g'rimi yo'qmi? To'g'ri. Bilasanmi? Nima to'g'ri? Men bu deb borishingni qilay. Kim chaqirsan o'zi bu yoqqa? Borishingni qil. Chaqirsa likillab kelaversanmi? Borishingni qilay. O'rgidim. Shamamda o'tir. Sen javob berasan o'z hammasiga. Hamma yoq shura-mura. Qanaqasi bu? Ana u qizing bilan Umar to'g'risida har xil gaplar yurganmiz shu qishloqda. To'g'rimi? Nima? Sizga aytishga qo'rqayotgandim. Hali qo'shnilar chiqib aytishdi. Qo'chqor akam ichki yo'q qildimi deyishayotganmiz. Yetchi, sanlarimi?
Yetti. Ko'z yosh qilasan. 2 yosh bog'da qo'l ushlashdimi? Bunga ko'z yosh qilish kerak emas. Bunga seriozli qarash kerak. Hamma. Seriozli. Endi u robotni hayda olmasam, Olimtoy xafa bo'ladi. Axir o'zimizniki-ku. Yo'q. Haydash kerak emas. Lekin bir narsa o'ylab topish kerak. Bir gap bo'lmasin deb Qo'chqor aka meni qamatdi. Sen shuki, mashta turib turganmi? Xalxo'ja uka. Nima ekan? Gap qarabor. Xo'p bo'ladi. Gapim bor edi. Assalomu alaykum. Yaxshi yuribsizmi? Va alaykum assalom. Sog'laring yaxshimi? Uychilaring yaxshimi? Omonmisan? Bitta ish chiqib qoldi senda. Men bu Umarjonni taniysan? Ha. Olimtoy aka roboti. Taniyman. Xo'sh. Menikida turadi Olimtoy aka bilan. Ha, bilaman. O'zing tushunasan endi bu yoqqa. Qiz bolali uy. Endi shundoq bo'lgandan keyin har xil gaplar chiqyapti-da uka. Hali Qo'chqor aka yo'q bo'pti. Buni unda degan gaplar. Eshitgan bo'lsang kerak, tishu quloq. Ha, eshitdim. Ha. Anaqa shuning uchun shu bolani 3-4 kunga ana qilib qo'ying, haligi damini olib tursin. Nima deydi? Mumkin emas-u siz uchun amaliymiz. O'zi bu jinoyatchi emas. Umarjon, o'g'day turma. Bu yoqqa kelgin, kel bu yoqqa. Ana qara, o'zi tipa-tuzu bola. Shu oke senga bir narsa ko'rsatmoqchi. Bir kirib ko'rib chiqmaysanmi? Ana Xalxo'ja. Yuringchi. Ko'rsatdim o'zing. Ha, yashaydi. Ana bo'ldi. Bo'ldi. Ha, bo'ldimi ukajon? Faqat bitta iltimos. Xo'p. Ozor berib o'tirmagin. Yo'q. Endi nima desam ekan? Jinoyatchi emas axir bu. Yo'q. Uch-to'rt kun turib tursa bo'ldi. Bir pas dam olib, hamma. Endi Ha? Tinchlikmi aka? Bu voqeadan keyin Qo'chqor aka ko'p o'ylabdilar va g'alati tush ko'ribdilar. Davlat harakatlarning qillari hozir yo'lga ketib qoladi. Ha, aytgandek uka, nechta qo'y oldilaring? Bitta qo'z oldim. Ozing o'cha. 20 ta qo'y nima bo'ladi? Ana, kuyovlar ham kelib qoldi. Kuyov. Static, acrobatics, rhyme addict. Everybody know Radix rhyme. Nima dedi? Davlat static dedimi mani? Yo'q, tushunolmay qoldim. Eshitgin, yaxshilab eshitgin. Static, mom, see no. Ana, static dedi. Acrobatics rhyme. Ha, dadam deb o'tgan ekan. Ana uni qara. Robot ham kimsi bo'lar ekan. Kalmisam odamı fazla oturmazsan. Hayır. Hep oraya sana. Kana hoş beni olurdu. Kana gel. Kana. Dur 5, 6, 7 kete. Laf koramber. Allah parasından kalesi de kadar laf apa. Yaban kıldıma uke. Lasgot. Nima degani xo'jayin? Lasgot yani İngilizcesiga lasgit yani o'tirg'ich. Jonini ya. O'ynalib ketdi. Robotlar menga o'shan o'ynasa, hamma yog'i shaqillab ketadi. Qani, bu yog'ini salonlar. Mashinaga tozalarda bobi sallada. Lan, oslab o'rgancha yu. Yedilar. Davlat nima bu? Sarpo bu xo'jayin. Chopon muborak bo'lsin. Shunaqa ekan choponi.
endi robotchilikda xo'jayib, robotchilik. O'zbekchani ham qoyil qildi bular endi. Bo'lmasa bularga bir chiroyli atvet qilamiz. Qani 4, 5, 6, 7 ketdi. Darak bo'ldi, balo bo'ldi. To'y emas bu, allam balo bo'ldi. Nimalar bo'lyapti? Tushunmi yo, o'ngimmi? Qisqasi hammasi rasvo bo'ldi. Voy, lalayma. Harakat. Harakat. Harakatda barakat, harakat, harakatda barakat, harakatda barakat, harakat, harakatda barakat. Barakalla o'g'illar. Yana bitta harakat. Harakatda barakat, harakat, harakatda barakat, harakat, harakatda barakat. O'g'illar, sana bu narsa desanchi, ona tashlab ketdi. Yor, to'y bo'ladi, qo'chqor aka qiz beradi. Yor, to'y bo'ladi, qo'chqor aka qiz beradi. Bekorlar ertangi dunyodan bermayman. Shuna oyda qizimni ham bermayman. Robay. Horma endi. Qushlarning ovozini yozyapman. Maqaray oliyani qulog'ingni. Ol. Tinchlikmi Qo'chqor aka? Tinchlik emas. Men haligi sansiz bemaslahat ish qilib qo'yuvdim, shunga sana oldingda xijolatdaman. Men bu gap so'zlardan keyin Umarjonni olib borib milisiyaga tiqib qo'yuvdim, lekin Qo'chqor aka ana yuribdi-yu. Yopiray. Bu milisiya zoti ham juda ham ko'ngilchan odamlar bo'ladi. Qo'yib yuborganini qara. Tavba. Qo'chqor aka, bu Umarni nimaga milisaxonaga o'tkazib qo'yuvdingiz? Eshitmayapsanmi bu gap so'zlarni? Shuncha gap so'z mish-mish sani to'pig'ingga ham chiqmaydi. Men bu yerda bu siqilib yurimi? Sen bo'lsang chumcho'pumcho'larni ovozini yozasanmi? Yana qanaqa gap? Anu temir bolangga meni qizimdan nariroq yursin, xo'pmi? Anu Qo'chqor akani qizimdan o'ralashib qopti. Kichki yo'q qopti. Nima kerak bor menga bunaqa gaplarni? Qo'yaversiz, odamlar gapiraveradi-da, Qo'chqor aka. Gapiraveradi deganing nima? Olimtoy. Seni ertagini turmush quraman deb turgan bo'lsa, bu hadi sovchilik kelaman deb turibdi. Qayoqdagi gaplarni gapirasa Qo'chqor aka? Men uni kuyov qilish uchun olib kelganim yo'qman. Men ishlash uchun olib kelganman uni. Sen o'zi mana bunda o'tir. Gaplarim bor senga o'zi. Bu go'da ko'rsang, odamga o'xshamdosh she'r-perli o'qiydi. Mayli, yomon emas. Bu robot deysan. Sen menga bitta gap aytgin. Buning mehri bormi odamga? Mehr qo'ya olaydimi? Seva olaydimi? Oila qura olaydimi? Shuni aytgin menga. Bo'ldi, menga boshqa gap kerak emas. Yo'q. Hayasha. Oila qura olmasa, unda bu bola chaqa qila olmasa, haligi aka ukasi bo'lmasa, qarindosh urug' qila olmasa, bu kim o'zi? Kim o'zi bu? Tushunsanmi? Bu qanaqasi bu? Qo'chqor aka, men universal mukammal mashina yaratganman. Mexanika. Masjidga kelgan stab. Hamma jim. Ben senga bitta gap aytib qo'yaylik. Ana uni ishlariga aralashma uka. Mukammallik uka unga xos. Sen uni ishlariga aralashma. Xo'pmi? Sen meni gaplarimdan xafa bo'lma. Sen yoshing bir joyga borib qolgan bo'lsa, undan ko'ra oila qil, bola chaqa qil. Tushunyapsanmi?
Bunda ishdan kelganingda bolalaring bo'yningga osilsin, ularni bag'ringga ol. Tushunsanmi, xorda chiqar. Qanaqa yigitsan, men seni tushunmayman. Na yakshanbani bilasan, na payshanbani bilasan. Bunda payshanba kunlari osh bo'ldi, Qo'chqor aka. Men seshanba yoki chorshanbalarni gapirayotganim yo'q. Axir biza Olimtoy, men seni o'ylayman. Biz odammiz ya axir. Ozgina meni gaplarimni qulog'ingga qo'yib olsang, yomon bo'lmaydi uka. Har holda men seni okayman. Umarjon, nima qilyapsan? Bu yer meni vatanim. Men u bilan faxrlanaman. Meni kindik qonim shu yerga to'kilgan. Bu soyda sel kelishini ko'p marotaba tomosha qilganman. Madinadan uzoqroq yurmoqchimisan? Adashmading. Men unga uylanmoqchiman. Men ham uylanmoqchiman. Men usiz hayotimni tasavvur qila olmayman. Birinchi sinfdan birga o'qiganmiz. Portfelni ko'tarib yurish men uchun qanchalik baxt ekanligini bilganingda edi. Uni bir kun ko'rmasam yashay olmayman. Shu qizni deb men bu dunyoda yashab yuribman. Uning uchun hamma narsaga tayyorman. Senchi nima qila olasan? Men uning uchun kuyib pishishim shart emas. Meni programmamga sevdirish kiritilgan. O'z vazifamni bajaryapman. Vazifa. O'zingga qarasang bo'lmaydi. Asli qani? Vatan deydimi? Namuncha qo'bol bo'lmasang? Baxt deydimi? Xalq deydimi? Bu gaplar meni programmamga kiritilmagan. Men uylanmoqchiman. Uylanaman. Umarjon, qayerlarda yuribsan? Qidirmagan joyimiz qolmadi. Yig'layapsanmi? Sevgi degan so'z u nima? Qalb, yurak, xursandchilik nima? Xafagarchilikchi? Vatan tuyg'usi, kindik qoni. Nega men bu narsalarni tushunmayman? Sen bu narsalarni tushunishing kerak emas. Sen mehnat uchun yaralgansan. Mehnat qiladigan odam uchun bu tuyg'ularni keragi yo'qmi? Kerak! Xursandchilik, qayg'urish. Nimaga odamlar bir-biri bilan juft bo'lib yashay olishadi? Sen bularni tushunmaysan. Chunki sen robotsan. Yo'q, robot bo'lib yashashni xohlamayman. Umar! Olimtoy. Umar! To'xta, Umar! To'xta, Olimtoy. Umar! O'z holiga qo'y uni. Qo'yaver, ketaver.
Shu gaplardan so'ng Umarjon qilayotgan ishlarini bema'niligini tushunayaptimi bilmadim, lekin ketib oldi. Oy, sağlık ne geçtin? Topa tarafta, kendi bak uyuyor bak. Vay asal kızı be. Judayam acayip sende. Ne kara? O'zingni qishlog'ingda voy arg'imcho deyverasan. O'zingni qishlog'ingda zo'r akvapark bor-ku. Hop. Keyingi kelguningcha men baland arg'imchoq qilib qo'yaman. Hop. Ha, bora qollar. Kim ekan bu? Xo'p, dada, yaxshi qolinglar. Iya. Yura qoq. Olimtoy Assalomu alaykum. Kel. Salomatmisiz? Omonmisan? Tanijoningiz sog'mi? Sog'lig'ing yaxshimi? Rahmat. Ish qilib tanigan bo'lsangiz bo'pti. Nima balo? Zarul ketdi. Menga haligi robicha, pobichalar yasab keldingmi deyman. Yo'q, bu safar oilam bilan keldim. Yo'q, Keliniz, oilam, farzandlarim. Ya qoyili, rostdanmi Olimtoy? Shunaqa. Qani polvon yigit. Assalomu alaykum. Ketishingizdan qalaysiz, omonmisiz? İşleringiz yaxshimi? Yaxshi. Ya otlari nima bu yigitni? Qo'chqor. Voy. Rostdanmi? Olib ketaysizlar. Qo'chqor qo'ydingmi? Kelin mana. Qara, onanim ketaysizlar. Voy asal. Voy mana bu polvonni qaranglar ya. Otlari nima? Buni oti Umarjon. Ha, tuzi. Umar. O rost akasimi yo buni ham o'zi? Ha, haqiqiysi. Ha, tuzi. Onanim ketaysizlar. Qani? Ha, tuzi. Ozgina shiptirishlik kelyapti. Yaxshi. Mana bu ishlari boshqa gap Olimtoy. Keyin bir boshqacha bag'rimga bosing, onanim ketaysanlar. Qo'ying, mana bu ishlarni.